xonim. Yashirinishingiz kerak. Buni endi foydasi yo'q. Jorel haq edi. Hammasi tugadi. Bolajonim, olaming biznikidan yaxshiroq bo'lsin. Sun'iy ko'payish tizimi yaratilib, hayotimiz nazorat qilina boshladi. Chegara soqchilari hududlarni tark etishdi. Tabiiy zaxiralarni ishlatib bo'ldik. Natijada sayyoramiz yadrosi barqarorligini yo'qotdi. Qo'shinimiz qo'mondoni general Zot Sion ko'targan, lekin kech bo'lgandi. Onang ikkimiz halokatni oldindan bilib, seni hayotingni saqlab qolishga urinayotgandik. Bu tug'ilishgacha nazorat zali. Unga bir qara. Barcha kriptonliklar shunday zallarda tug'ilishgan. Har bir bola jamiyatga qandaydir foyda keltiradigan ishchi, jangchi, sardor va hokazo kasblarga mo'ljallab sun'iy ravishda yaratilar edi. Onang ikkimiz kripton bebaho narsani, ya'ni tanlash imkonini, omadga tayanish hissini yo'qotgan deb o'ylar edik. Balki bola jamiyat unga tayyorlab qo'ygan taqdirni xohlamas. Balki u ko'proq narsani orzu qilayotgan bo'lsa-chi. Sen bizning muhabbatimiz mevasisan, o'g'lim. Nega men bilan birga uchmadingiz? Seni juda qattiq yaxshi ko'rardik. Sen bilan ketishni xohlardik, ammo buning iloji yo'q edi. Chunki onang ikkovimiz sun'iy bino bo'lib, xuddi zot kabi o'sha dunyoga bog'lanib qolganmiz. Demak, men yolg'iz ekanman-da. Yo'q, sen endi nafaqat kriptonni, balki yerni ham farzandisan. Ikkala dunyoning ham eng yaxshi xislatlarini olishing mumkin. Biz hayotimizni qurbon qilgan orzuni amalga oshirishing mumkin. Yerliklar bizdan qisman farq qilishadi. Menimcha bu yaxshilikka. Bizning xatolarimizni ular takrorlashmaydi. Buning uchun ularni ortingdan ergashtirishing kerak. Mana bu belgini ko'r. Bu El naslining belgisi. U umid deganidir. Har bir insonning qalbida ezgulikka xizmat qilish istagi bo'lishi lozim. Buni insonlarni yodiga sol.